Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan bugungi darsimiz market cap haqida bo'ladi. Ya'ni market kapitalizatsiya nima deydigan bo'lsak, market kapitalizatsiya bu kompaniyani hozirgi aksiya narxlarini qancha turishini bildiradigan hajm desak bo'ladi. Sodda qilib tushuntirganda, misol uchun bitta aksiyani qancha narx o'zi asli narxi qancha turishini bizni market cap orqali bilib olishimiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Bunga misollar qilib ko'rsataman hozir sizlarga. Misol uchun qaranglar, sodda qilib tushuntiraman sizlarga. Sizlarni bitta kompaniyalar bor. Deylik, xohlagan narsa sotasizlar. Misol xonim sotasizlar, boshqa narsa sotasizlar, o'shani kompaniyasi bor. Sizlar o'sha kompaniyalarni bozorga olib chiqib sotmoqchisizlar, ya'ni ulushini sotmoqchisizlar, ya'ni sherik qidiryapsizlar. Shtobi kompaniyalar nima bo'lishi uchun, rivojlanishi uchun va kattaroq o'sha xonim kompaniyasi bo'lishi uchun shu narsani qilyapsizlar. Sizlarni qo'lingizda 100 ta dona aksiyalar bor. 100 ta dona aksiya. 100 ta dona aksiyalarni 10 ta donasini bozorga chiqarsanglar. Ya'ni 10 ta donasini bozorga chiqarganingizda o'rtacha baholangani $20 deb hisoblaymiz. Aksiyalar $20 turar ekan. $20 turganda sizlar 10 ta dona aksiyalarni chiqarganingizdan keyin odamlar nima deydi? Odamlar qaraydi-da, ha, bunda 100 ta aksiya bor. 100 ta aksiyasi значит $2000 turadi. Ya'ni bozor kapitalizatsiya sizlarni o'zinglarni bozorni o'zi hisoblab $2000 hisoblab beradi. Ya'ni bu narsada nima deydigan bo'lsak, sizlarni market kapitalizatsiyalar $2000 bo'ladi. Ya'ni $2000lik sizlarni stoymostilar bor. Bu degani sizlar $2000 bilan qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsak, sizlarni kompaniyalar katta kompaniyami yoki-da kichkina kompaniyami? O'shani bilib olsa bo'ladi. Ya'ni sizlar hozir mana 100 ta aksiyalar bilan odamlar baholab beryapti. Sizlarni bu 100 ta aksiyalar bozorga chiqmagan, lekin odamlar shunaqa baholab beryaptiki, ya'ni bozor shunaqa baholab beryapti. Sizlarniki $20danmi? Значит, sizlarda $2000lik market cap bor. $2000lik market cap bo'ladigan bo'lsa, bu degani kichkina kompaniya degani. Bu degani kichkina kompaniyasizlar sizlar. Agar sizlarda kattaroq, misol uchun deylik, sizlarda $20 bo'lsa ham 1 million ta aksiyalar bo'lganda, misol uchun unda kattaroq bo'lardi. Yoki 1 milliard aksiyalar bo'lganda, sizlarning kompaniyalar katta kompaniya bo'lardi market capinglarga qarab. O'shanda ham misol uchun $50 turadimi aksiyalar, $20 turadimi, $10 turadimi, milliard kapitalizatsiya bo'lganini hisobiga sizlar уже katta gigant kompaniya hisoblangan bo'lardinglar. Hozir sizlarga real misolda ko'rsataman. Misol uchun qaranglar. Hop, market cap bu o'zi umuman olganda deylik, bizda stok tak yozishga sal noqulayroq bo'ldi. Stok narxini olamiz. Deylik, misol uchun $25 turadi. Bitta stok, ya'ni aksiyamiz $25 turadigan bo'lsa, market kapitalizatsiyasi bizda tak chiqishi uchun, ko'rinishi uchun biza stokka nimasiga qarashimiz kerak bo'ladi? Dona aksiyalariga. Ya'ni bozorda misol uchun $25 narxi turibdi bitta aksiyani. $25 turgan bilan uni bozorda nechta aksiyasi mavjud? Общий umumiy bozorda nechta aksiyasi mavjudligini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, biz taxminiy olamiz-da. Taxminiy misol uchun 100 million ta aksiya bor bozorda. Ya'ni xohlagan aksiyalarni olinglar. Deylik, bitta любой aksiya, misol uchun A aksiyasimi yoki B aksiyasimi $25 turar ekan bozorda narxi. $25 turgan narsa общий bozorda 100 million ta aksiyasi mavjud ekan. 100 million ta aksiyasi mavjud. Endi biz nima qilishimiz kerak? $25 o'sha bozordagi jami aksiyalarga biz ko'paytiramiz o'rtoqlar. Ya'ni bunga ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytirganimizda bizda nima bo'lishi kerak bo'ladi? 2,5 milliard chiqadi. Ya'ni bozorda bizdagi A kompaniya 2,5 milliard kapitalizatsiyaga ega ekan. 2,5 milliard kapitalizatsiyaga ega ekan. O'zi nimaga buni hisoblayapmiz deydigan bo'lsak, hozir bitta narsani tushuntirganimdan keyin bu narsani yaxshi tushunib olasizlar. $25lik aksiya 2,5 milliard bo'lar ekan. Endi qaranglar, bozorda ko'pchilikni xatolaridan bittasini aytaman sizlarga. $25 turgan aksiyani ko'rib, nima deydi trader yoki investor? Arzon ekan bu narsa deyishi mumkin. $25 hech qancha pul turmas ekan, men bunga investitsiya qilaman deydi-da. $25lik aksiyani arzon deb o'ylab sotib oladi. Vaholanki bu yerda 2,5 milliard kapitalizatsiya bor. Ya'ni tushuntiraman sizlarga. 2,5 milliard kapitalizatsiya bor. Bu degani arzon degani emas. Ya'ni kapitalizatsiya bu общий umumiy kompaniyani bahosini bildirib beradi. Aksiyani o'zi nimasi? Общий umumiy kompaniyani bahosini bildirib beradi. Mana $25 turgan narsa, bu misol uchun aksiyaning narxi $25 ekan. Arzon deb o'ylaymiz-da, lekin kapitalizatsiya katta bo'lganini hisobiga bizda bu $25 arzon emas o'rtoqlar. Ya'ni o'sha katta kompaniya hisoblanadi.
Chunki 2,5 milliard kapitalizatsiyasi bor hisoblanadi. Va oddiy misol qilib tushuntiraman sizlarga. Misol uchun deylik $500 aksiyani ko'rdinglar. $500 mana. $500 aksiyani ko'ryapsizlar-da, $500 ekan narxi, voy, unamcha qimmat deyishingiz mumkin. Chunki sizlar bitta dona aksiyani $500 ekan degan fikr keladi. Lekin aslida bitta $500 aksiyada, misol uchun bizda deylik 1 millionta dona aksiya bor. 1 millionta dona. $500 dan narxi 1 millionta dona bor va buni jami hisobi 500 million bo'ladi o'rtoqlar. 500 million. 500 million kapitalizatsiyaga ega ekan o'rtoqlar. Ya'ni boyaga xuddi shu sistemada hisoblaymiz. $25 mana 100 million ko'paytirganda $500 1 millionga ko'paytiramiz va 500 million chiqib keladi bizda. Buni qarabsizki 500 million qatta-yu, mana 500 million 2,5 milliard qatta. Bu degani 500 million albatta 2,5 milliarddan kichkina, to'g'rimi? Lekin aksiya nima bo'ldi? $25 dan ko'ra mana $500 уже qimmatdek ko'rinadi. Lekin kompaniyani kapitalizatsiyasiga qarab turib biz bilishimiz mumkinki bu $500 qimmat emas. Ya'ni bu yerda 500 million kapitalizatsiya bu juda ham arzon degani. Hozir sizlarga o'zim har bitta kapitalizatsiya arzon yoki qimmatligini ham ko'rsataman. U narsani undan oldin tushunib olishimiz kerak. Shu sistema orqali bozor ishlaydi o'rtoqlar. Shu sistema orqali biz kompaniyani arzon yoki qimmatligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. $10 aksiyani ko'ryapmiz deb tasavvur qilinglar. $10 aksiyani ko'rdik deb biz aksiya zo'r, super arzon ekan deb o'ylaymiz-da, lekin uni orqasida misol uchun 10 milliard, 20 milliard, trillion bo'lib ketgan bo'lsa, lekin aksiyasi shunaqa narx turgan bo'lsa, deylik, o'tda bozorda nima bo'lgan bo'ladi, nima hodisa ro'y bergan bo'ladi. Chunki aksiyalari donaga nisbatan ko'proq bo'ladi. Donaga nisbatan ko'proq bo'lganini hisobiga, milliard, trillion qilib chiqazganini hisobiga, o'tda aksiyaning narxi arzon ko'ringani bilan, lekin o'zi aslida qimmat kompaniya hisoblanadi o'rtoqlar. Endi biz bu narsani bilib olishimiz kerak. Bizda kapitalizatsiyada har xil kapitalizatsiyalar bor. Misol uchun 4 xil, 5 xil turlar bor. O'zi asosan oladigan bo'lsak, bizda hozir ko'rsataman ekraningizda. Xo'p, bizda nano kapitalizatsiya, ya'ni $500 million dan kam bo'lgani, to есть $50 million dan kam bo'lgani nano hisoblanadi. Ya'ni kichkina kompaniya bo'ladi. Nima penny stocklar deymiz biz, unaqalarni misol uchun chaqa aksiyalar deymiz. U aksiyalar juda ham likvidli bo'ladi u aksiyalarda. Ya'ni volatilность juda ham yuqori bo'ladi, pastga narxi tushishi, tepaga ko'tarilib ketishi juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni bir kunning ichida 300%, 400%, 500% lab ham ko'tarilib ketadi yoki xuddi shunaqa misol uchun 90% lab ham kerak bo'lsa tushib ketadigan marketga bu nano deyilar ekan o'rtoqlar. Bu narsani yaxshilab eslab qolinglar. Nano. Mikro ham xuddi shu, mana 50 milliondan 300 milliongacha. 50 milliondan 300 milliongacha bo'lgan, bunda ham ko'pincha o'shanaqa 100% lab ko'tarilib ketish, 50% lab ko'tarilib ketish, shunaqa narsalar bo'ladi. Sababini aytaman sizlarga, 50 milliondan kamligi uchun, ya'ni market cap juda ham kichkina, unga misol uchun talab bo'lishi juda ham yuqori. Oddiy talab bo'ladida, любой investor kiradida, misol uchun kattaroq summa bilan kirib turib, o'sha yerda talabni bo'lsa, misol uchun o'sha kompaniyaga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, aksiyalarini sotib oladi. Aksiyalarini sotib olgandan keyin tabiiyki o'tda narxiga ta'siri bo'ladi, chunki talab kuchli. Narxiga ta'sir bo'lib, narx ko'tariladimi, avtomatik kapitalizatsiyasi 50 milliondan misol uchun 100 millionga chiqadimi, bu degani 1x, ya'ni 100% ko'tariladi degani. Misol uchun $100 olgan narsalar yana $100 ga ko'tarilib beradi. Va shundan tashqari micro cap xuddi shu sistemada 50 milliondan 100 milliongacha, 300 milliongacha. Va undan tashqari bizda 300 milliondan 2 milliardgacha small cap, ya'ni bu small capda biz nimalarni olamiz? Growth stocklarni olamiz. Ya'ni o'suvchi aksiyalarni. Misol uchun men ko'pincha o'zi mana shu small capdan foydalanaman, ya'ni growth stocklardan, chunki ularda o'suvchanligi deylik katta tushib ketishidan tashqari, shundoq ham misol uchun 40-50% ishlash imkoniyati bor. Ya'ni misol uchun bitta mega cap turibdi, mega capga pulimizni investitsiya qiladigan bo'lsak, bu tebranishi juda ham qiyin va sekin astalik bilan 1%, 1,5% mana shunaqa atrofda ko'tarilib tushib yuradi. Small caplarda уже bizda yaxshigina ko'tarilish bor, 40-50% ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kichkinaroq kapitalizatsiya bo'lsa, sizlarda misol uchun bemalol small caplardan foydalanishingiz mumkin va undan yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Oddiy qilib tushuntiraman, bir oyda deylik mega cap misol 3% ko'tarilgan bo'lsa yoki 4% ko'tarilgan bo'lsa, small caplarda, growth stocklarda, ya'ni juda ham yuqori bo'lgan bo'ladi. 50-60% spokойно chiqib
ko'tarilib bergan bo'ladi va shunga yarasha small cap'da riski bunga nisbatan ko'proq hisoblanadi, ya'ni tushuvchi hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, endi middle cap'ni oladigan bo'lsak 2 milliarddan 10 milliardgacha. 2 milliarddan 10 milliardgacha rivojlanayotgan o'sha gross stoklarning ichiga kiradi desak ham bo'ladi o'rtoqlar. Bu ham unaqa yuqori katta foizlar bermasa ham foizlar berish miqdori katta kompaniya mana mega cap'dan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, large cap bor bizda 10 milliarddan 200 milliardgacha. Bu o'sha barqaror dividend beradigan, bu o'sha juda ham katta kompaniya hisoblanadi. Bunda xavf yuqori bo'lmaydi, bunda bemalol ishlasa bo'ladi, uzoq muddatga investitsiya qilsa bo'ladi, xotirjam bo'lsa bo'ladi. Chunki o'sha kapitalizatsiyasi juda ham katta va o'sha bemalol dividend beradigan darajaga va sof foydaga chiqqan kompaniyalarda large cap bo'ladi o'rtoqlar. Va mega cap o'sha bu eng kattasi 200 milliarddan yuqori. Ya'ni bizda hozir mana Apple, o'sha Microsoft, o'sha kompaniyalar o'sha mega capga kirib ketgan. Bunda o'suvchanligi yoki boshqa narsasi unaqacha muhim bo'lmaydi, lekin pulimizni как бы saqlanib qolishi uchun portfolio, qaranglar, bitta narsani tushuntiraman. Portfolio bo'ladi bizda. Portfolio tuzganimizda portfolioda har xil mana shu market caplarga qarab turib portfolio tuzamiz. Bu ham diversifikatsiya uslubi, ya'ni portfoliomiz katta zarar ko'rmasligi uchun bizda har doim mega caplar bo'ladi, large caplar bo'ladi, bizda small caplar bo'ladi, ya'ni gross stoklarni ham olamiz, чтобы portfelimiz yaxshigina daromad olib kelishi uchun va katta zarar ko'rmasligi uchun esa podushka безопасность sifatida biz mega cap bilan large caplarni olar ekanmiz o'rtoqlar. Undan tashqari mana nanoga keladigan bo'lsak, nano uchun kapitalizatsiya, misol uchun o'zimizni kapitalimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, misol 10% ni ajratib turib, bu nanoda biz savdo qilishimiz mumkin, uzoq muddatga investitsiyadan tashqari просто savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi bitta narsani bilinglar. Har bitta mana 200 milliardgacha chiqqan kapitalizatsiyalar hammasi mana shu etapdan o'tgan. Ya'ni kichkina etaplardan nanodan mana shunaqa qilib sekin-sekin ko'tarilgan kompaniyalar hisoblanadi o'rtoqlar. Bu narsalarni nimaga tushuntirayotganimni sababini aytaman sizlarga. Bu narsalar juda ham eng kerakli narsalardan bittasi, asosiy narsalardan bittasi hisoblanadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Market cap deganda biz to'liq tushunib oldik nimaligini va qanaqa qilib hisoblab ko'rish formulasini ham ko'rib chiqdik sizlar bilan. Bu orqali bemalol o'zingizlar hisoblasanglar bo'ladi va sizlarda eng asosiy narsalardan bittasi market capga qarab turib aksiyani qimmat yoki arzonligini bemalol o'zingizlar aytadigan bo'lasizlar bundan u yog'iga. Xulosa shuki, market cap orqali biz aksiyani qimmat yoki arzonligini bilib olamiz o'rtoqlar. Aksiyani narxiga qarab turib qimmat yoki arzonligini emas, market capga qarab turib bilib oladigan bo'ldik.